Endoskopik dish churasi amaliyotidan keyingi to'g'ri harakatlanish tiklanish jarayonining asosiy muhim qismi hisoblanadi. Quyidagi beriladigan tavsiyalarimiz tezroq sog'ayishlik va asorat xavfini kamaytiradi. Operatsiyadan keyingi dastlabki soatlarda bemorlarga turishga ruxsat etiladi. Buning o'zining tartib qoidalari bor. Shu holatni hozir sizga ko'rsatib beramiz. Dastlab bemor yon tomonga o'girilib, asta-sekin ular qorin holatiga yo'tiladi. Xo'p, keyin tirsak va tizzaga tayangan holatda, belni bukmagan holatda gavdani ko'tariladi. Ko'taring. Qo'lga tayangan holatda gavdani rostlab, dastlab chap oyoq polga tushiriladi. Belni bukmagan holatda, so'ng o'ng oyoq polga tushirilib, gavdani rostlanadi. Yurish eng foydali harakat hisoblanadi. Dastlab hadunok yordamida qisqa masofalarda kun davomida bir necha marta yurish tavsiya etiladi. Ammo charchaguncha yurish kerak emas. Har kuni yurish masofasi asta-sekin oshiriladi. Uzoq vaqt o'tirib qolish tavsiya etilmaydi. Agar o'tirish zarur bo'lsa, belni tik tutib, suyanchiqdan foydalanish muhim. Oldinga egilish, keskin burilish, keskin harakatlar bilan o'rnidan turish va og'riq ko'tarish vaqtincha taqiqlanadi. Yerda yotgan buyumni olish kerak bo'lsa, belni egmasdan tizzani bo'kib olish tavsiya etiladi. Uyqu va dam olish vaqtida bel uchun qulay holatni tanlash muhim. Orqa yoki yonbosh holatda tizzalar ostiga yoki orasiga kichik yostiq qo'yish belga tushadigan yukni kamaytiradi. To'g'ri harakatlanish tez va xavfsiz sog'ayishning kalitidir. Yuqoridagi tavsiyalarimizga amal qiling.